misol biz podyezdimiz anaqasini oladigan bo'lsam, biz qishlikka ko'chib bordik endi aytgan. Hop, bizni podyezdda почти 70% odam kelgan. Aka siz hozir aytib qishlikka ko'chib bordi. Hozir yoz keldi, yana qaytgansiz, to'g'rimi? Yo'q, biz qaytmoqchi emas. Yo'q, endi bordi bunaqa. Sharoit o'ta zo'r ekan. Bu kishi zo'r taklif aytdilar. Masalan shundayki, endi o'sha mana qishlik baribir qishni o'ylaydi, gaz, suv, svetni o'ylaydi. Endi stabilniy, umumiy agar doimiy turadigan bo'lsa, hech bo'lmasa aholi misol uchun deylik 500 ta xonadon bo'ladigan bo'lsa, hech bo'lmasa 300-350 ta xonadon doimiy yashaydigan bo'lsa, bu kishi aytgan nimadan rejalar amalga oshirsa bo'ladi. Shuning uchun sizdan so'raganim, endi menimcha misol 3 ta farzand bor. Misol hammasi kichkina. Ikkitasi maktabda o'qiydi, bittasi bog'chaga chiqadi. Bizga qaniydi hozir shunday podyezd liftdan tushib turib, mana opa kirib ketdi. Sizga kirib turib, ishga ketib, kechqurun 5 dan 6 dan joylarga demak yordam qilasizlar. Yo'q, biz chiqarib olsalar ham bo'ladi, misol liftdan etajdan biladi, boshqa qilib chiqarib olsa ham bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Agar qilaman desa, nima gapirish beraman. Shaxsan o'zim qiziqib turib shunaqa narsa, kimdir qilaman desa, bizga hozir Qo'qonda 3 ta bog'chamiz bor, oilaviy, meniki. O'sha shahardan men 3-4 marta joy qidirgan bordim, men oilaviy bog'chasiz kimasa? Yo'q, DXSH emas, bu yerda oilaviy. Bular Uchqur'onga biriktirilgan vakil Bahora Artiq Maqsudjon aka, bundan boshqa bank sohasiga oid yoki boshqa qanaqa tadbirkorchilik sohasiga oid nimadir masala bo'lsa, aniqroq qilsangiz, bular faqat ko'mak berish uchun biriktirilganlarda, qanaqadir masala bo'yicha faqat ko'mak beriladi. Agar savolinglar bo'lmasa, hammaga rahmat. Avvalambor sizga rahmat. Hukm masalasiga kim aka nima deysiz? Shu 2,5 milliard zalog yo'q-da.